Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gulning tuzilishi haqida gaplashamiz. Men Kamal Mahmudjon Ne'matjon o'g'li sizlarga ushbu videodan foydalangan holatda gulning tuzilishi haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. Gul ko'purli o'simliklar yoki gulli o'simliklarning jinsiy ko'payish organi hisoblanadi. Faqat bu yopiq o'simliklarda bo'ladi. Gul o'simliklarda qo'sh urug'lanish jarayoni sodir bo'ladigan jinsiy organ hisoblanadi va gul qo'sh urug'lanishdan so'ng meva hosil qiladi. Keling bugun yoki shu videoda siz gulning tuzilishi haqida tushunib oling. Gulning birinchi qismi bu gul kosacha barglar. Gul kosacha barglar doimiy yashil rangda bo'ladi. Va u yashilligini uning hujayrasini tarkibidagi, ya'ni kosacha barglarning hujayrasi tarkibidagi xloroplastlarga bog'liq hisoblanadi. Gul kosacha barg o'simlikning tashqi muhitdan himoya qilib turadi. Gulning keyingi qismini biz urug'chi deb ataymiz. Xafa bo'lish yo'q, chunki tarjima qilib ulgurmadim. Urug'chi tarkibida over, ya'ni tuxum hujayra yetiladi. Urug'chi 3 qismdan iborat: tumshuqcha, ustuncha va tugunchadan tashkil topgan. Demak, urug'chi 3 ta qismdan: tumshuqcha, ustuncha va tugunchadan va albatta tuxum hujayra yetiladi. Endi tumshuqcha haqida gaplashamiz. Tumshuqcha urug'chining boshlang'ich qismi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi qo'sh urug'lanish jarayonida yoki changchidan yetilgan chang donasini tutib qolish. Bu vaqtda o'ziga yarasha shir ajratib chiqadi va chang donasini tutib qoladi. Tumshuqchaning davomi bu ustuncha hisoblanadi. Ustuncha bu naychaga o'xshaydi. U yerdan tuxum hujayraga kirish yo'li mavjud. Endi quyidagi strelka bilan ko'rsatiladigan bu chang don. Bilamiz, chang donda chang donachalari yetiladi. Endi bu strelkada ko'rsatilayotgani esa changchi ipi. Endi changchi ipi bu chang donni tutib turish vazifasini bajaradi. Endi changchi ipi va chang don aslini olganda changchining qismlari hisoblanadi. Demak, gulning keyingi qismi bu changchi, changdon va changchi ipidan tashkil topgan hisoblanadi. Gulning keyingi qismi, ya'ni qizil rangda berib qo'yilibdi. Bu yerda gul toji barglar deyiladi, ya'ni GT bilan belgilanadi va ular turli xil rangda bo'ladi. Gul kosachalardan farq qilib, gul kosachadan keyin joylashgan ularning tarkibidagi, hujayrasining tarkibidagi xromoplastlarga ko'ra gullar har xil rangda bo'ladi. Va sizlarga kelinglar shu joyida bir biologcha maslahat yoki bo'lmasa motivatsiya ham desa bo'ladi. Gulga asalari kelib qo'nyapti. Nega? Chunki tabiatda gullar o'zining shirasi, hidi yoki turli xil moslanishlar orqali o'ziga jalb qiladi. Insonlar ham borki, ular ko'pchilikka manfaat tegadi va insonlar ularni qadrlaydi. Agar siz ham manfaatli inson bo'lsangiz, sizni ko'pchilik qadrlaydi. Buning uchun siz yaxshilab o'qib o'rganib, sohangizni mutaxassis bo'lishingiz kerak.